sizlar bilan hozir farqli. Hozir sizlar bilan birga O'zgen va men uy quruvchilar jangi bo'ladi. Hozir O'zgenga xabar beray va sizlarga videoni yoqaman. Mana O'zgen boshlab yubordi, xabar berdik. Endi bizlar ham qurishni boshlaymiz. 6 ga 6 kichkinacha uylar bo'ladi. Ja katta uy qurmaymiz. Hozir men o'zimga bitta oq blok va shu qo'ng'irroq blok bitta olaman. Bu yerda bedrock turibdi. Qanday boshladik? 6 ga 6 uy. 2 3 4 5 6. Shunday kichkina uylar quramiz, lekin chiroyli bo'lishi kerak. 2 3 4. Qani ana shunaqasiga kichkina bo'lsa-da uylarni qurishimiz kerak. 2 3 4. Shunaqa holatda 6 ga 6 kichkina uylar quramiz. 4 5 6 bo'ladi bu yerda. Hozir bu yerda bu blokni olib kelamiz. Hozir bu yerdan birlashtirib yuboramiz. Bu yerda 6 ga 6 kichkinacha uylar quramiz. Bu yunus tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor. Hozir biz uyning chiroyiga ham qaraymiz. Faqat bir xil stilda qolmasligi uchun O'zgen boshida menga aytgandi, men javob yutqazaman deb, chunki uncha uy qurmayman deganlar. Hozir bilib olamiz. Hozir uyning chiroyiga qarayapmiz. Yaxshilab qo'ygandan keyin bu tarafdan ham boshlaymiz. O'zgen chota u taraflardan bir qaragisi kelyaptimi O'zgendi? Ancha qiziqyapti O'zgen. Qanaqa uy qurayotganimga. Hozir bilib oladi oxirda. Qurib bo'lgandan so'ng. Mana bunaqasiga stil qilib chiqamiz. Endi chiroyli bo'lishi kerak uy. Kichkina bo'lsa ham sozgina, chiroyli bitta uy qurishimiz kerak. Endi hozir bu yerlarda oq bulut tom bilan yo. Yemaykan. Yo, tom bilan endi pol bir xil bo'lishi kerak. Keyin uyning ichiga ahamiyat beramiz. Mana bu yerlarda qora blokchalar, kulrang blokchalar bilan yopib chiqamiz. Bu yerni ham. Keyin mana shu yerga bitta xona eshik qo'yib boramiz. Oldin bitta o'zi qora oynani yaxshi ko'raman. Qora oynada juda ko'p uylar chiroyli chiqadi deb o'ylayman. Sizlar uchun qanaqa uylar chiroyli, qanaqa oynadagi? Menga ko'proq shu qora oyna ma'qulroq. Qandaydir zo'r bitta yetaklaydi mas'uliyatlilikni. Menga shunday, sizlargacha. Buni izohlarda, kommentariyada yozib qoldiring. Hozir bitta eshik qo'yib boramiz. Keyin O'zgendi uyiga bir borib beramiz. Yo, qurib bo'lgandan so'ng ayniqsa yana g'irromlik qilyapti deb o'ylamang. Shunchaki borib ko'rish, qurib bo'lgandan so'ng ko'rish uchun. Hozir yon tarafga bir pechka qo'yamiz, keyin shavker kerak bo'ladi bu yerga. Mana shu shavker yoqdi. Uyga mos keladi. Ikki xil pechka qo'yamiz. Keyin shavkerlar. Keyin
mana bu yerda sal balandroq qilardimki, no bizga bo'ladi. Shu videoga bo'ladi. Keyinchalik chiroyli joylar qurib hamma yoqqa qo'yib chiqdik. Endi nima qilsak bo'ladi? Bitta surat qo'shish kerak shu yerlarga, shu yerga. Surat bo'lsa zo'r bo'ladi. Hozir bitta surat qo'shib videoni davom ettiramiz. Surat yaxshiroq bitta surat tanlash kerak. Hozir mana bu yerdagi chiroqni sindirib olib, bitta blok qo'yib turib, bitta kichkina mashina suratchani chiroylisini tanlash kerak. Bitta o'zgacha bitta chiroq bor edi. Qani endi bu shu surat zo'r chiqdi. Hozir bitta o'rindiqcha bor edi, o'shani qo'yib, o'rindiq bo'lmaydi, o'rindiq. Yarimtalik bloklardan bitta qo'yamiz. Yarimtalik blok, mana shu zo'r chiqadi. Ye! Sinib ketdi. Mana bunday bitta yarimtalik blok qo'yaman deganimcha sinib qoldi. Nogiron rasmlar ekan. Meni uyimga yana nima yetishmayapti? Yana biron xil bloklardan bir chiroyli narsa yasash kerak. Bu bitta blokdan qo'yib shamchiroq bor edi, shamchiroqdan ikkitani shamchiroqlardan qo'yib, mana bu shamchiroq oq. Zo'r chiqyapti. Keyin to'xtayni tozalab olamiz. Uyimiz tayyor meni. To'xta, yana chiroyli tashqari tarafga bir yo 6 degandik. Endi hozir zajligalkani olib, shamlarni yoqib qo'yamiz. Hozir davom ettiraman, tayyor deb xabar berdik. Uzganga, uzgan nima der ekan? Yo'q, hali uzganlik uncha tayyor emas ekan. Ungacha uyga qarab yana nima yo'q, tashqari taraflardan bir aylanib ko'rib chiqish kerak. Yo'q, o'zgartirish sal kiritmasa umuman bo'lmayapti. Uyim g'alati uyga o'xshab qoldi. Hozir bir boyagi blokdan olib, bunday tashqari tarafga bunday surib chiqish kerak. Bunday qilib chiroy berish kerak. Bo'lmasa juda g'alati bo'lib qolar ekan tashqaridan qarasa. Orqa tarafiga ham bir chiroy kiritamiz. 6x6 uyda qanday kichkina uy aytib ekanman, qanday kichkinacha uy qoldi. Men xayolimda hozir bir koreyskiy uylar bo'lar, o'shalarga o'xshatyapman. Juda ham o'shanaqa uylarga o'xshayapti. Oq blok ham kerak bo'lib qoldi. Shuni oq blok topib turib, bunday tayyorman deyapti. Endi nima bu, qanaqa uy? Otxonami bu? Zo'r chiqqan, lekin otxonaga o'xshab qo'yapti. Otxona qurdimi endi? Ketdik menikiga. Qani baholaymiz 1 dan 10 gacha uzganda uyiga. Ketdik men uyimga.
juda zo'r chiqqan deb o'ylayman. Qani baholaymiz. Kimning uyi juda zo'r chiqqan qani? Mana meni uyim. Tashqariga chiqib ham ko'rsaman. Birdongacha baholaysa Uzgenni uyi deb, keyin meni uyim deb. Foul play uyi deb. Mana kimniki zo'r. Shu yerda videoni yakunlaymiz. Hozir Uzgenga xabar beray. Qani xayr obunachilar, sizlar bilan o'sha foul play bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling. Kommentariyada kimning chiroyli chiqqanini izohlab o'tish esingizdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'ling.